Bugun Avtoprofessorda kutilmagan eksklyuziv kontent. Jahongir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, bugun bolalaringiz bilan savol-javob qilib, ularning xarakterlarini bilamiz. Sizga savol beramiz, siz suv bilan ularni belgilaysiz. Bo'ladimi? Tayyormisizlar bolalar? Xo'p, birinchi savolimiz. Jahongir aka, ustaxonaga har kuni eng ko'p kech qolib keladigan shogirdingiz qaysi biri? Xo'p, keyingi savolimiz. Jahongir aka, ustaxonaga eng vaqtli keladigan shogirdingiz qaysi biri? Keyingi savolimiz. Tayyormisizlar bolalar? Jahongir aka, ustaxonada doimiy telefon o'ynaydigan shogirdingiz qaysi biri? Keyingi savolimiz. Yigitlar tayyormisizlar? Tayyor. Jahongir aka, ustaxonadan eng ko'p javob so'raydigan shogirdingiz qaysi biri? Tak, keyingi savolimiz. Jahongir aka, ustaxonada tozalikka birinchi e'tibor beradigan shogirdingiz qaysi biri? Jahongir aka, ustaxonada eng ko'p ayyorlik qiladigan shogirdingiz qaysi biri? Bitta xolosmi? Yana bormi ayyorrog'i? Xo'p, endi eksklyuziv kutilmagan savolimiz. Jahongir aka, shu 5 ta shogirdingiz ichidan eng birinchi yaxshi ko'radiganingiz qaysi biri? Bittasini belgilasangiz ham bo'laveradi. Ana. Men hammasini yaxshi ko'raman. O'zimni ukalarimni olib yuraman bular hammasini.